Assalomu alaykum. Bugun 13-may. Payvand qilish haqida video qilmoqchi edim. Buni tut misolida ko'rsatmoqchiman. Xo'p, buning uchun bizga kerak bo'ladi kanselyariya pichog'i. Strechdan kesib olganmiz shunaqa qilib. Sekator kerak, payvand usullar va payvand tag kerak bo'ladi. Bu usul eng oson payvand usullaridan bittasi va effekti juda ham yuqori bo'lgan, eng yaxshi natija beradigan payvand turlaridan bittasi. Teri ostiga ulash deyiladi. Bu uchun payvand tagimiz mana uyg'ongan, o'sib turgan payvand tagini olamiz. Buni ertaroq qilsa ham bo'ladi. Ertaroq o'sha bahorda boshlarida daraxtlar uyg'ongan paytda qoraga qora qilib payvand qilsa ham bo'ladi. Ya'ni pishgan novdagi o'tgan yilgi novdani o'sha payvand tagga ulasa bo'ladi. Hozirgi paytda payvand usullarimiz ancha o'sib qoldi, yashil novdalarimiz, o'shaning uchun yashil novda ulab ko'rsatib bermoqchiman. Bu ham bo'laveradi, ya'ni o'sha ko'kka qora qilib ulasa ham bo'laveradi. Payvand tagni kesib olamiz. Yangilab olamiz. Bu bizga endi kerak emas. Va payvand ustini olamiz. Hop, payvand ustini kesib oldik. Kurtagi bu tomonda bo'lsa, orqa tarafidan qiya qilib kesamiz, bir tomonlama qilib. Keyin mana kesib olganimizdan keyin shunaqa qilib buni olib tashlasa ham bo'ladi, mana ichida chiqib qolgan po'kaklarini. Uchidan, narigi tarafini uchidan ozroq ochib qo'yamiz mana shunaqa qilib. Ikki yonidan ham yengil terisini ochib qo'yamiz. Ikki yonidan ochdik. Tagini sal yana tekislaymiz. Bo'ldi, tayyor. Endi buni kesib olamiz. Joyiga qo'yib, endi payvand tagimizni, o'sha ulamoqchi bo'lgan tarafimizni kesib olamiz mana. Terisini shunday kesamiz, ochamiz va shu joyga tiqib qo'yamiz. Hozircha bu bo'ldi. Bu hozir ulaganim oq Pokiston tuti edi. Rasmini qo'yib qo'yamiz. Mevalari uzun, juda ham shirin bo'ladigan tut. Yana qanaqadir o'ziga xos aromati ham bor ekan. Bu yil menda birinchi marta nishona berdi. Endi qora Pokiston tutini ham ulaymiz. Bunisi oqi bo'lsa, bu qorasi. Bu ham shirin, mazasi yaxshi. Bu oqdan ko'ra mevasi yirikroq bo'ladi. Hop, shuni ham hozir ulab ko'rsatamiz. Bitta daraxtga ikki xil sortda ulaymiz. Xudo xolasa ikki xil meva beradigan ko'chat bo'ladi, daraxt bo'ladi. Buni ham xuddi o'shanaqa qilib ochib olamiz orqasini. Po'kayini olib tashlasak bo'laveradi. Buni po'kayini hech qanaqa ziyoni yo'q. Ko'pchilik uzumda misol uchun ichi oq bo'lib qolsa, po'kay bo'lib qolsa tutmaydi deydi. Payvand tutmasligiga po'kayini aloqasi yo'q. Payvand faqat shu terisi, ya'ni kambi qatlami bor terisini ostida, o'sha joyidan bir-biriga birikadi, o'sha joyidan suv harakati bo'ladi va payvand tutadi. Mana buni ham kesib oldik. Endi qarama-qarshi tomonidan terisini ochib turib payvand tagida qo'yamiz o'sha yerga. Ko'rinyaptimi?
Endi buni strech bilan yaxshilab o'raymiz. Iloji bo'lsa, tepalarigacha o'rab olish kerak. Faqat kurtak joyi ochiq qolsa yetadi. Qolgan hamma joyini o'rab chiqish kerak bo'ladi. Shunda namlik parlanib ketmaydi. Uzoq vaqt qalamchalar o'zini holatini yo'qotmaydi. Nimaga desangiz, bu ko'k qalamcha pishmagan. O'shani hisobiga agar ochiq qolsa, namlik chiqib ketib qolgani hisobiga qurib qolish ehtimoli bor. Lekin agar shu salafan bilan, strech bilan butunlay o'rab to'sib qo'yiladigan bo'lsa, uzoq vaqt holatini yo'qotmaydi va o'sha vaqt ichida payvandimiz tutib, o'sha kurtak yozib shoh surgandan keyin taglari ham bitib ketgan bo'ladi va payvand tagidan hisobiga suyuqlik, o'sha so'k, suv yetib borgani hisobiga qurib qolmaydi. Xullas, tepasigacha o'raydigan bo'lsak, salafan bilan tutib ketish foizi ko'payadi. O'zi bu usulda payvand qilinganda, agar qoraga qora, shu ko'kka qora qilib yoki qoraga ko'k qilib payvand qilinadigan bo'lsa ham, agar o'sha hamma texnologiya bo'yicha to'g'ri qilinsa, shuna qilib qora yoki ko'k novdalarni ham tepasigacha strechlansa, namlik qochmaydigan qilinsa, deyarli 100% natija ko'rsatadi. Bu yana albatta nimaga bog'liq? Payvand ust va payvand tagini holati yaxshi bo'lsa. Ya'ni o'sha payvand ust ham, misol o'tgan yilgi novdan olib qo'ygan bo'lsangiz, yaxshi holatda saqlangan bo'lishi kerak. Payvand tagingiz ham uyg'ongan, suv haydab turgan bo'lishi kerak. Shunda deyarli 100% natija ko'rsatadi bu usul. Mana endi tepalarigacha o'rab qo'yamiz. Payvand ustimizni kurtagi ochiq qolsa yetadi. Endi bunisini ham o'raymiz. O'rab qo'ydik. Payvand tayyor. Xudo xolasa, bir hafta 10 kun, endi ba'zi hollarda undan ham uzoqroq bo'lishi mumkin. Shu vaqt ichida payvandlarimiz tutib ko'karishni boshlaydi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.